Siz ham somsa pishirsangiz shunaqa tagi yopishib ketadimi? Menda ham shu muammo edi. Shu uchun o'zim marketdan shunaqa kovrik sotib oldim. Qani bugun shuni sinab ko'ramiz. Bugun qovoqdan somsa qilaman. Doimo qovoqning ichiga shunaqa shakar solaman. 2 yildan beri somsani xamirini o'zim qilmay qo'yganman. Sizning fikringiz qanaqa? Shunaqa tayyor xamir olib ishlatsa yaxshimi yoki ayol kishi albatta o'zi qilishi kerak degan fikrdamisiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Bu kovrikni faqat tagiga olmasligi uchun olgandim, lekin vazifasi ko'p ekan. Yuzasi silliq silikondan bo'lgani uchun bemalol xamirlarimni yoyib oldim. Mana bu esa qizimning ijodi. Hozirga bu qanday qilib idishga aylanishini ko'rsatib beraman. Silikondan idish zo'ra. Albatta har bir oshxonada menimcha shunaqa qo'lchalar bor. Buni qaranglar qizlar, idishga aylanib qoldi. Bunga bemalol baliq pishirib olaman yoki tovuqni sochni qilib pishiraman. Somsalarimiz tayyor bo'ldi. Mana buni esa qizim ko'rmaganda sekingina bu yerdan olib tashlayman. Pishib chiqdi qizlar, tajribamiz o'xshadi. Haqiqatan ham yopishmadi silikonda. Pishmay qolsa-chi deb o'ylaganim yo'q. Chiroyli bir xil bo'lib chiqdi. Kovrikni uzun marketdan topsangiz bo'ladi. Pastda artikul qoldiraman va promokod bilan chegirmada xarid qilishingiz mumkin. Lekin soni juda ham kam ekan, shoshilib qolinglar.